Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ism sharifingiz? Sayfuddinov Muqaddam. Taxallusingiz? Muqaddam Shoshiy. Necha yoshsiz? 23. Qaysi tillarni bilasiz? Ingliz tili, o'zbek tili, rus tili va arab tili. Mutaxassisligingiz va o'qigan universitetlaringiz? Arab tili ustozi va tarjimon. O'qigan universitetim Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti. Necha yildan beri arab tilini o'rganasiz? 6 yildan beri arab tilini o'rganaman. Necha yildan beri arab tilini o'rgatasiz? 3 yildan beri dars beraman. Arab tilidagi darajangiz va sertifikatlaringiz? S1 dan S1, Tanaldan S2 darajasi. Onlayn ta'lim yoki offlayn? Onlayn. Individga dars o'tish yoki guruhga dars o'tish? Guruhga. Klassik uslubda dars o'tish yoki zamonaviy uslubda dars o'tish? Asosan zamonaviy, lekin klassik manbalarni qo'shgan holda. Attanal yoki milliy sertifikat? Attanal. A1, A2 daraja uchun eng yaxshi qo'llanma? Durusul lug'a. B1, B2 daraja uchun eng yaxshi qo'llanma? Al-Kamil kitobi B1, B2 darajalari. C1, C2 daraja uchun eng yaxshi qo'llanma? Manhajchi oxirgi qismlari.